qiyinchilikmi, nima bo'pti? Sani deb bo'ldi. Boramiz deding. Mana endi qoldik. Nima? Men o'zim uchun so'rabmanmi? Hada, anu kapotni ochganda oppoq tutun chiqib ketsa, nima bo'lgan bo'ladi? Pishgan bo'ladi. Unda pishiribman-da. Nima qilib pishdi yuribsiz o'zi o'g'lim? Ko'rmaysizmi, ada kelinlik so'qoq somsaga boshi kechqurun bo'lib qolgan. Shunga so'qoqga qarab ketyotgandik. Somsa yegilik kelgan ekan, menga bir og'iz yetmaysizmi o'g'lim? Mayli, mashinangizni o'sha yerda qoldiring. Taksiga o'tirib tez Archa ko'chadagi so'qoq somsaga yetib kelinglar. Men ishni boshlab turaman. Hop, bo'ldi ada. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi men gapirganda. Ada, bu yoqda somsaxonalar ko'p ekan-ku, qaysi biri? Shofoyizm ostidan kelayotganinglarda Bahor restorandan o'tib o'ng qo'lda, xonadonning ichida. Eshikning tagida siz qidirgan so'qoq ko'k somsa deb yozib qo'yilgan. Bo'ldi, tushundim. Hozir kiramiz. Yur. Bermasan jonima, chaqirganda kel yonima. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda. Ma, go'jadan aytib tur. Ana qizim, mazasini ko'ring-chi. Yoqimli ishtaha. Oling. Rahmat dadajon. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Maza qildim. Yo'q, yana yeysan. Na, qovoqligidan ham ye. Amalda qo'ymadingiz. Rahmat adajon, qutqardingiz. Lekin joy zo'r ekan. Katta oilamiz bilan ham bemalol kelsak bo'lar ekan-a? Albatta-da o'g'lim. Bu yoqda qishing yozi so'qoq somsa bo'ladi. Mana yaqindan qovoqligini ham yo'lga qo'yishdi. Parkentdan atayin kelin-qizni kelib o'zligi opishadi. Ada, shu somsasini hozir olib bermaganimda rostdan ham burni puchuq bo'lib qolarmi? Endi ko'yni totgan narsani olib bergan yaxshi deb bolam. Shukr qiling o'g'lim. Qishda ko'p yoqda so'qoq somsa topiladi. Do'chi so'rab qo'yganda nima qilardingiz? Do'chi yeyman. Ada.